Assalomu alaykum obunachilar. Mana qolgan yana 4 ta kalitga chorvaga olib kelib o'rnatdik. Radarni tagidan kirib ketiladi ko'chada. Mana bitta rishitga qo'yib berdik oshxonalariga chiroyli qilib. Yoqa molxonalariga yana bitta kalitga qo'yib berdik. Bu molxonalari mana tepalariga yana bitta chiroyli qilib tepa yemxonasiga chiroyli qo'yib berdik. 3 ta kalitga bitta oshxonasiga deraza qilib berdik. Kimga shunaqa kalitkalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaveringizlar. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz, plyus belgisidan qolding. Biz sizga narxini batafsil tushuntirib o'tamiz. Obuna bo'lishni to'xtamaymiz, kuzatib borishga. Shu videoni do'stlaringizga tashlab qo'yasiz. Like, kommentariyani yozib qo'y. Like'ni bosamiz. Obuna bo'lib qo'yib ishlarimizni kuzatib boring. Har doim biz xizmatingizdamiz. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Rishotkalarim chiroyli chiqdi. Kalitkalari e'tiborli uchun rahmat. Obuna bo'lishni to'xtamaymiz.